Ahror aka, mana shu proyektimizni qo'yganimizda ichki qismi va narxlari qiziq bo'lgan ekan. Mana shu proyektga qancha pul ketgan? Ushbu proyektimizni shu holatga kelgunicha 20 ming dollar atrofida pul ketgan. Nima ishlar bo'lganini ichkarida ko'rib o'tamiz. Ketdik bo'lmasa. Ahror aka, mana ichki qismga ham kirib oldik. Endi noldan o'zingiz obunachiga hamma tushuntirib bersangiz. Ichkariga kirishdan oldin uyimizning kirish qismi ham alohida ahamiyatga ega, o'zini savlati bilan ajralib turadi. Qani ichkariga marhamat. Kirganimizda birinchi xona hol qismi bo'lib kichikroq. Hol qismimizda joylashgan sirazi uyimizning koternisi va undan keyingi xonamiz detskiy bolalar uchun xona. Davom etamiz. Kirganimizda chap qo'l qismida spalniy xonamiz joylashgan. Spalniy xonamiz o'zini dushovoy xonalari bilan qilingan. Bu yosh kelin kuyovlarimiz uchun ayni muddao. Bir so'z bilan aytganda uyimiz energiya samarador va juda ham qulay qilib ishlangan. Bundan tashqari darvozaxonadan kirib kelishimizda qulay qilib zalimizni joylashtirganmiz. Ushbu zalimiz ham kottejimizni kirish qismida joylashgan bo'lib, mehmonlar kirib joylashish uchun juda ham qulay qilib loyihalangan. Oldingi safar aytib o'tganimizdek, ushbu imoratimiz 2 qavatga moslab loyihalangan va kelajakda 2-qavatni qo'shishimiz va uyimizni yana ham kengaytirish imkoniyatiga egamiz. Ushbu imoratimizning egalari Yorqin aka, ushbu imoratimizga qancha mablag' ketgan, bizda arxitektura xizmatimiz uchun qancha haq berganlar, o'zlari aytib o'tsalar. Ushbu imoratimiz uchun 20 ming dollar atrofida pul ketgan. Ukam 3 yil oldin ikkita proyekt chizgani uchun, ishlari yoqqani uchun 300 dollar pul berganman. Kimga zamonaviy arxitektura va dizayn xizmatlari kerak bo'lsa, ushbu raqamlarga aloqaga chiqing.